bir işten ibaret mushundaq bir güzel xislatni nobud qilgan bo'lasiz. Ya'ni o'zingni markaz qil, o'zingni o'yla deydigan shaxsiyatchilikning urug'ini bolaning qalbida terishga bir rag'bat solgan bo'lasiz. Demak, bu kichikgina ishdan siz bolangizni yaxshi ko'rdim degan mushu qalpoq ostida qilgan ish amaliyotda bolangizning vujudida bir g'ayri hujayraninki, bir passiv hujayraning yetilishiga asos solgan bo'ldi. Ya'ni shu xildagi avtobusdagi ashuna o'xshash bir misolni olsak. Siz bolangiz bilan yana avtobusga chiqdingiz, bolangiz bir o'rinda o'tirdi. Siz yana tursiz. Mushunday ahvolda bir yashangan kishi chiqib avtobusda bolangiz o'rindan turib bu odamga o'rin berdi. O kishi kelib o'tadi. Bu ahvolda siz bolangizga nima dedingiz deganda, yaxshi bola bo'lsa bolam, ajab rahmatmi deb qo'ymadi bu odam senga deb mushunday bolani bir xil kuch keritadigan ahvol bor. Bu nima deganda, bolasini cho'qim boshqalarga kichikgina yaxshilik qilsa-mu, cho'qim uningdan yetarlik minnatdorlik sadosini ommagicha unamaydigan, mushunday bir xil batovuqim, yantovuqim degan hisob kitobni hammalarga qilib ko'radigan bir cho'pay bolani barliq keltirib qo'ysiz. Demak, bolangizning ishiningki to'g'riligini muayyanlashtirgan bo'lsangiz-mu, keyindan haqdan kutadigan narsani bolangizning qalbiga samiga selish orqali u bolangizning qalbida yana xato bir yetaklashni keltirib chiqarasiz. Yana bir xil ota-onalar bor. Ashundaq vaqtda bolasi boshqalar o'rin bergan vaqtda bolasini ziyoda maqtab ketadi. Yaxshi bola bo'lsan bolam deb, yaxshi qilgan bolam deb maqtab ketishning hammasi bu nimani keltirib chiqardi deganda, bolalar yana xato ko'z qarashni keltirib chiqardi. Bu qanday xato ko'z qarash deganda, davomli boshqalarninki kichikgina ishlarimi yaxshi ish qilsa, maqtishni tamoq qiladigan, boshqalarning bahasi ichida yashashni cho'ng biladigan o'shanda bir ojiz bolalarni keltirib chiqardi. Demak, bolangizning qilmishi to'g'ri bo'lsa-mu, siz uni qaramay, yaxshi bola bo'lsa bolam, yaxshi qilding bolam deb shunday qo'yalashtirsangiz-mu, ammo nima kelib chiqadi deganda, bu yerda siz kichikgina ish tufayli bolangizni ziyoda maqtab ketsangiz, maqtash normasini chekdan oshirib olsangiz, u yerda bolangiz maqtanchoqlik kasalligiga giribtor bo'lib qoldi. Jamiyatda maqtanchoqlik kasalligiga giribtor bo'lgan odam degan talay, bu psixikadagi nihoyat muhim bir sog'lomsizlik, bir xil kasallik oldi. Boshqalar meni maqtisgan, muayyanlashtirgan, yaxshi gapimni qilsgan deb shunday o'ylashning hammasi nimadan darak beradi deganda, boshqalarning bahosiga yashash, boshqalarningki ifodasini, siz haqida gap so'zlarini ziyoda muhim bilib yashashdan iborat shunday bir ojizlikni keltirib chiqadi. Shundan bilan yaxshi gapning tamasida davomli haqqi o'ldirilib qaraydigan bir bolalar barliq keldi. Shunga bolangizningki yaxshi ishlarini, yaxshi ishni qilsa-mu, uni bek ziyoda normadan ortiq gaplar bilan muayyanlashtirib o'tish, uni bek oshirib maqtab o'tish yana bir xil oila tarbiyasidagi to'g'ri bo'lmagan usul. Mushtaning hammasi nimani bildirdi deganda, bu oila tarbiyasi degan bek inchki narsa nima deganini keltirib chiqardi. Haqiqatan oila tarbiyasi o'zingizning undaqiliqi xiyoliga kelgan bo'yicha elib borsangiz bo'laveradigan narsa emas. Ash kichikgina ishlarda nurg'un nozik taraflar bor. Shu nozik taraflarningki noziklik darajasini egallamasangiz, oxirgi hisobda yanalam sizni xushal qilmaydigan bir oqibat yuz beradi. Shunga oila tarbiyasi san'atlik xususiyatga ega, elastiklikka ega, o'zgarishchanlikka, jonliqlikka eng muhimi u nihoyat zo'r darajada ilmiylikka ega deb qaraymiz. Oila tarbiyasidagi bunday noziklikni biz shu kichkina misol orqali his qilib yeta olamiz. Bu tag'i boshqa jihatlarda texmo ro'shan gavdlandi. Hozir bizda eng ko'p ko'rilayotgan ahvol nima deganda, bolalarni kenguru bolalari deydigan, oila tarbiyasida mutaxassislar kenguru bolalari deydigan bir xil bola tarbiyalash usulini masxara qiladi yoki kinoya qiladi. Bu kenguru bolalari qanday bolalar deganda, kenguru degani Avstraliyadagi bir hayvon. O'zi 4 put qo'simi, keyindagi 2 put orqali yuguradigan qo'sqida xaltisi bor bir hayvon. Bu o'zining bolalarini shu qo'sqidagi xaltisiga selib japa mushaqqatini erib charchashdan saqlaydi ekan, ham sovuqdan saqlaydi ekan, ham qiyinchilikdan saqlaydi ekan. Demak, hozirgi ba'zi ota-onalarning bolalarini ziyoda himoyasi ostida qoldigan, ularning 9-ni talqib berishga urindigan, ozroqmi japa tatqizishni xohlamaydigan, bolalarning hammashiga shu o'zi ega bo'lib, o'zi o'rinlashtirib, o'zi talqib beradigan shunday ishlarni masxara qilib nima da'vatdi deganda, kenguru bolalari deydi. Bizda hozir Urumchida kenguru bolalari nihoyat ko'p.
Kenguru balalarınınki en roşan ifadesi nima deganda, birinchi roşan ifadesi ota-onalari balalarini chiroyli kiyindirishga shu qadar ahamiyat berdiki, u balalarini kiyindirish ota-onalarninki hozirgi eng cho'ng ko'ngil bildigan nuqtasi, eng cho'ng shuhrat yoki o'zininki maqtanchoqligini amalga oshiradigan bir xil vositasiga aylanib qoldi yoki dasmoyisiga aylanib qoldi. Balasiga kiyimni kiydirdi, tujupilab kiydirdi. Qarasangiz haqiqatan chiroyli kiydirdi balaga. Anandan keyin buni chiroyli kiydirish bilan bu nadan ota-ona bo'ldi qilmaydi. Uni uchragan do'stidan so'raydi. Balamning kiyimi yarashibdimi? Chiroyli qo'pdimi? Ko'zanga qanday ko'rinyapti? Pistaniyadan epadim deb buni mayada bir deb bo'lib, yana bir do'qmish qo'yib bir deydi. Ma uyda bir deb bo'lib, yana bir uy ko'rib, yana bir deydi. Mushuningdan nima kelib chiqdi deganda, balamo kelgusida bir qo'nchaq o'xshash bir narsa bo'ldi. Yasanishni, tarinishni dunyodagi eng cho'ng narsa deb bildigan bir ahmoq bo'lib yetib chiqdi. Bu hozirgi ota-onalardagi eng cho'ng narsa balalarini qo'nchaq deb qaraydigan. O'zi maqtindigan balalarining chiroylikligi, go'zallikligi, pokizlik orqali. Balalarining ustiveshi orqali o'zining do'stlaridan eshib ketganligini, turmushning bayoshatligini, balalarini beqishdagi noyat ustadligini maqtaydigan mana shunday bir xil arzimas dasmoyga aylantirgan. Amaliyotda bu to'g'rimi deganda, balangizni chiroyli kiydirishingiz to'g'ri. Men uning birini demayman. Iqtisodiy ahvolingiz yarbas chiroyli kiydirsangiz bo'ladi. Set kiydiring deb bunda tashabbus qilmayman. Ammo kiydirib bo'lib, keyindan uni maqtanishning dasmoyisiga aylantiryapman. Ko'rganlar odamdan so'rayvermang, nega bo'lsangiz damlayvermang. Buningdan bolalar nihoyat xato uchurga erishadi. Anandan keyin hozirgi ota-onalarda ko'p ko'rilayotgan yana bir xato narsa nima deganda, xotin bir yerga bo'lsa yoki urug' tuqqanlar, do'stlar, qo'shni qo'limlar bir yerga kelsa, bolalarning anglayotgan, anglamayotganligi bilan kori yo'q. Degandan kechgacha uyning pulning gapini qildi. Amalning uyning pulning gapini qilish. Pustanning amali usibdi, pustaniyaga yo'tkaydi ekan, undoq bo'pti, mundaq bo'pti deyotgan. Keyindan pustaniyadan yana bir uy yapti, egiz binodan yapti, manchping panliqni yapti deb shunday gaplarni qildi. Keyindan pul haqida bir necha xudini yo'qotgan holda so'zlarni qildi. Bular bolalarga nimani uchur qiladi deganda, dunyoda mush pul, amal degan narsa bekkati narsalar o'xshaydi deb qaraydi. Mutaxassislar Amerikalik bolalar bilan jungolik bolalarni birga ekilib, ashlar bilan o'zlarining qimmat qarashi to'g'risida bir qatamliq sinoqni olib borgan. Bu sinoqda do'skiga bir necha muhim narsani turmushdagi yozgan. Masalan, haqiqat, bilim, kiyim, pul, amal, uy, yoki bo'lmasa sayohat deganga o'xshash shunday narsalarni yozib, bir odam uchun aytganda hayotda eng muhim narsa nima, shunday uchun tanlab chiqqanlar degan. Tanlagan vaqtda Amerikalik bolalar haqiqat bilan bilim hayotdagi eng muhim narsa deb qaragan. Jungolik bolalar pul bilan amal hayotdagi eng muhim narsa deb tanlagan. Demak, mushu nerdan kelib chiqadi deganda, ota-onalarningki degandan kechgacha og'zi basilmay, uning amali, buning puli haqida so'zlashidan mana bolalarda mana shundoq xato ideya, xato tunish kelib chiqadi. Shunga bundaq amal saranga bolalarni yoki pulni cho'ng ko'radigan bolalarni kim keltirib chiqardi deganda, amaliyot ota-onalar o'zlari keltirib chiqardi. Shunga u amal bilan pulning gapini bek ko'p qilib ketishimi bolalarni tarbiyalashdagi bir ig'ir ilmsizlik. Yoki bolalarningki yetilishiga, bolalarning qalbiningki nimani orzu qildiganligiga ahamiyat bermaslik, bolalarning qalbini tushunmaslik. Shunga ota-onalar bolalarning qalbini tushunish kerak. Bolalarning o'sib yetilish bosqichini nazarga olish kerak. O'sib yetilish bosqichini nazarga olmay, bolalarningki qalbiningki nozikligini hisobga olmay, uning psixologik tuzilishininki kundan kunga o'sib yetilayotganligi, nurg'un mayli aktiv narsa bo'lsin, mayli passiv narsa bo'lsin, shuni qabul qilishga tayyor turadiganligidan iborat shunday bir xil nozik taraflarini nazarga olmay, bolalarning qishda shunday ba'zi gaplarni keskamas so'zlayverish ularda pulga cho'qinadigan, amalga cho'qinadigan bir turkum bolalarni keltirib chiqardi. Hozir bolalardami dal mana shunday qiliqi kiyimidan maqtanadigan, pulidan maqtanadigan, amalidan maqtanadigan bolalar kelib chiqdi. Endi bu pul kimning? Bu kiyim kimning? Bu amal kimning deganda, u bek bo'lsa ota-onasining. Pulmi ota-onaning, uning qilgan kiyim-kechakmi ota-onaning puliga kelgan. Demak, amalmi ota-onaning. Unda bu bolaning o'ziga tava hech nima yo'q edi. Ammo u bola
o'ziga tava hech nima yo'q, mushunda ahvolni tushunmay, bu bola boshqalarning oldida to'xtamay maqtanadi yoki to'xtamay o'zini baxtli his qiladi. Ammo turmushning keyingi bosqichlariga olganda dadining puli, dadining amali, dadining appagan kiyim asqatamdi deganda asqatmaydi. U yanala o'zining turmushdagi qiyinchilikni o'zi hal qilishga, o'zining hayot mushaqqatlarini o'zi yengishga, hayotning muhim davolaridan o'zi ishga to'g'ri keldi. Kishilik munosabatdagi eng nozik taraflarni o'zi hal qilishga to'g'ri keldi. Demak, turmushning xo'jayiniga kelgusi o'zi aylandi. Endi biz kenguru balalarini tarbiyalaganga o'xshash balalarimizni ashundaq 9 tal hammadan xotirjam balam ugunishni qilsang qolgan hammasidan xotirjam bo'lsang bo'ladi deb ugunishni yaxshi bo'lishini birinchi o'rin qo'yib qolgan ishlarini biz talqib birdigan bunda qiliqi keng muhofazat qilish, kengurudek xotirjamlik yoki bexatarlik tuyg'usiga yiqilishga urinish balalarni tarbiyalashdagi ig'ir bir xil ilmsizlik bo'lib ifodalanadi. Ammo biz hozir bu jihatga zo'r darajada berilib ketdik. Ota-onalar buni qandoq bir xil ideya, qandoq bir xil psixik asos bo'yicha yurgizdi deganda, men balamni yaxshi ko'rman qo'ygan. Hamma narsamni balamga bag'ishlayman qo'y. Mening qalbimda balamdan boshqa hech nima yo'q. Men borlig'imni balamga bag'ishlagan deydi. Bu yerdagi bag'ishlash nima deganda quruq muhabbatlar. Nurg'un ota-onalarda balasini yaxshi ko'radigan bir quruq muhabbatlar bor. Bu quruq deganimiz nima deganda ichida aql farosat yo'q. To'g'ri g'oya, to'g'ri nishonmi yo'q ichida. Faqat yaxshilik ko'rdi bolasini. Unda xo'g'anda bolasini yaxshi ko'rish xatomi yoki to'g'rimi deganda bu to'g'ri. Balani yaxshi ko'rish to'g'ri. Unda xo'g'anda bu mukammalmi yoki mukammalsizmi deganda bu mukammalsiz. O'ylab boqaylik. Hayotdagi yoki dunyodagi eng to'van darajalik maxluqlar bo'lgan qurut qo'ng'iz, to'q toshqan, jiloncha ayollarni o'zining bolasini yaxshi ko'rdi. Hech qachon bir toshqan o'zining bolasini olib daryoga tashlab etmaydi. Hech qachon bir hayvon o'zining bolasini o'ltirib qo'ymaydi bekallar. Unda ahvol yo'q deb aytamaymiz, turmushda hayotda bo'lishi mumkin. Ammo bunda ahvol hayvonlarning hayotidami umumlashmagan, qismanlik. Eng umumlashgan narsa nima deganda, hayvonlarmi o'zining bolasini shundoq muhabbat bilan boqadi, bu muhabbat bilan oziqlantirdi. Unda qo'g'anda sizningki aql farosatdan g'oya nishondan xoli muhabbatingiz nimaga teng deganda hayvonning muhabbatiga teng. Agar sizniki mushundaq bir xil muhabbatga aql farosat qo'shilib kelsa, bir xil to'g'ri, durust bo'lgan g'oya nishon qo'shilib kelsa, u vaqtda nima bo'ldi deganda, anandan siz bal tarbiyalashdagi layoqatli ota-ona aylanasiz. U to'g'ri, durust nishoningiz yo'q. Cho'ng biladigan narsangiz pul bilan huquq yoki kiyim-kechak, moddiy maishat bo'lsa, bu qandoqmi sizningki bolangizni yaxshi ko'rganlik bo'lsin. Shunga balani yaxshi ko'rishningki cho'qim mazmuni sog'lom bo'lish kerak, uningda muayyan aql farosat mazmunlari bo'lishi, ham to'g'ri, durust bo'lgan g'oya nishon omillari bo'lish kerak. Bularga ahamiyat bermagan ahvolda balamni yaxshi ko'raman deydigan bunda quruq yaxshi ko'rishni biz hayvonlarning bolasini yaxshi ko'radiganligidan iborat mushu misol orqali inkor qila olamiz yoki uni mukammalsiz deb qara olamiz. Shunga balani yaxshi ko'rish, farzandlarni yaxshi ko'rish to'g'rimi xatomi desa to'g'ri deymiz. Mukammalmi yoki mukammalsizmi desa mukammalsiz deymiz. Uni mukammallashtirish uchun nurg'un narsa kerak. Shunga ammo hozirgi bizningki shahar aholilarida ko'rilayotgan eng ko'p narsa bizning Uyg'ur jamiyatidagi shu Urumchida ko'rilayotgan narsa, bolalarni yaxshi ko'radigan ota-onalar nihoyat ko'p, ammo u yaxshi ko'rishning mazmuni shundoq chala yoki aql farosatdan to'g'ri, durust g'oya nishondan xoli. Shun bu jihatda ota-onalar men balamni yaxshi ko'raman deb faxrlanib yurmaslik kerak. Ham biz balani yaxshi ko'rish bilan o'sha yerda gap chiqib qoldi. Balaga nafratlanish bu hayotda bir yaxshi isil ota-onaningki xulqi. Bu yerdalikı balani yaxshi ko'rish bek to'g'ri deganda davomli to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zida balangizni o'ltiribmi ulug' ota-ona bo'lasiz. Ba'zida balangizni jiningizni pido qilib qutqizibmi yaxshi ota-ona bo'lasiz. Shunga bu malaqi nuqul qilibdik narsa emas. Shunga balangizni yaxshi ko'rsangiz to'g'ri desak, bu yana bir xil shaxsiyatchilikka balangiz har qanday qonun xilof e'tiqod xilof yoki bo'lmasa jamiyatdagi boshqalarning manfaatiga xilof bir ishlarni qilsa-mu, men balamni yaxshi ko'ratdim deb u yerda ahmoqlarcha yaxshi ko'rib yursangiz, bu siz yana bir galvon ota-ona bo'lasiz. Biz Abdurim O'tkirning Ulug' ona haqida cho'chak degan bir dostonni eslab baqsaq bo'ldi.
Onunda bir ana o'zining bolasini o'zi oxirgi hisobda o'ltirib vatanga xoinlik qilganligi uchun. Hem u ana qanday ana deganda bolasi vatanga xoinlik qilganligi uchun o'ltirib bilan u ulug' onaga aylandi. Abdurahim O'tkir uni ulug' ona deb cho'chak yozdi. Demak, qoida bolangizni o'ltirib tutishmi sizning ulug'lig'ingizning ifodasi bo'ldi. Yaxshi ko'raversangiz qaltisani bo'lavermaysiz. Shunga ba'zidagi yaxshi ko'rishlarning ham cheki bo'lish kerak. Ya'ni bolani yaxshi ko'rishni to'g'ri degan deb buni bir taraflama tushunib olib bu yerda qonun nəhayət mühim müqəddəs prinsiplarni oyoq osti qilsa bolangiz. Ya'ni men bolamni yaxshi ko'ratdim davasangiz, u vaqtda siz bir chakin ota-ona qilasiz. Prinsipi yo'q, aqidasi yo'q. Turmushda shaxsiyatchilikni yetakchi qilgan shunday ota-ona qilib qolasiz. Shunga biz bolalarimizni qonun masalalarida muqaddas prinsiplar ostida cho'qim muhabbatimizni dasmiy qilib olmay, uningga haq-nahaq ko'z qarashimizni prinsip qilib muomala qilishimiz kerak. Bo'lmasa, yana bilg'i pichakligimiz, oddiyligimiz gavdlanib ketadi. Bu kenguru bolalari degan bir gapni ishlatdik biz. Shu kenguru bolalari deganda ota-onalarda ko'p ifodaladigan yana bir alohidlik nima deganda bexatarlikni, bolasining jismoniy bexatarligini bahona qilib bolasini hech qanday faoliyatlarga, tavakkulchilik xarakterini yetildiradigan, erkin xarakterini yetildiradigan faoliyatlarga yaqin keltirmaydi. Hozir bu Urumchida bek og'ir ahvol bu. Ota-onalar bolalarini umuman bir qadar xatarlik bo'lgan, bir qadar mushaqqatli bo'lgan faoliyatlar bilan uchrashishdan shunda to'sadi. Bu yerdagi yetakchi ideya nima deganda, voy bolamninki bexatarligiga ko'ngil bilmasam bo'lmaydi. Deb bolasini yani yaxshi ko'rishdan iborat mushu dasmiy orqali bolasining o'z bitilishidagi ba'zi muhim fursatlarni qurbon qiladi. Bolangiz ba'zi faoliyatlarga, kollektiv faoliyatlarga deyni, dala faoliyatlarga, velosiped minib sirtlarga chiqadigan, saboqdoshlari bilan to'plashib bir yerlarga sayohatga boradigan, masalan, Urumchidan Turpanga sayohatga borib kelsa bo'laverdi 4-5 bola. Nansan tog'liq rayonlariga chiqib sayohat qilib kelsa bo'laverdi 4-5 bola. Gap cho'qim sayohat bo'lish kerak. Bolalarningki o'z oldiga mustaqil ish ko'ra oladigan, o'zining turmushini o'zi o'rinlashtira oladigan, o'ziningki ba'zi ko'nglini to'g'ri yo'ldan xo'sh qiladigan faoliyatlarni amalga oshira oladigan huquqini tanlashini ota-onalar to'g'ri tushunish kerak. Shundaq narsani men dadam bilan oparim bolam, biz opirimiz bolam deb turib bolalarni o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan, o'ziga bo'lgan tanlash huquqini amalga oshiradigan fursatlardan mahrum qilib turib, hamma narsani siz o'rinlashtirib bersangiz, buningdan nima kelib chiqadi deganda tavakkulchilik ro'yi yo'q. Masalalarni, faoliyatlarni o'rinlashtirish qobiliyati yo'q. Ota-onasininki peshini qo'yib o'tolmaydigan shunday bolalar kelib chiqdi. Hozir yashining bir yerga berib qilishi qaramay, ota-onasininki peshini qo'yib o'tolmaydigan bolalar nayt ko'p. Bo'libmi o'g'illar nayt jiq buning ichida. Bu shahar bolalarining ichida shunday bir xil ojiz bolalar hozir turkum yetilyapti. Buning nima sabab bo'lyapti deganda ota-onalar bexatarlik deydigan shunday bir ibora orqali bolalarning harakat bo'shlig'ini, faoliyat bo'shlig'ini, turmushdagi ba'zi intilishlarini bo'g'ib kelyapti. Siz gelinga qiltiriq turib qoladi deb bolangizga biliq vermamsiz. Gelingiz do'stlab qoladi deb bolangizga tomoq vermamsiz. Unda ish yo'q. Cho'qim hayotda bolangizning geliga biliq his qiltiriq turib qolishi mumkin. Davomli turib qolmasin, bir qadam turib qoladi. Hamma bolaninki turib qolmasimi, 10 mingda bir bolaninki cho'qim turib qoladi. Unda xatardan, unda xavfdan hech kim saqlanmaydi. Undaq narsani yuz bermaydi deb ishonch qilinmaydi. Xuddi shuning o'xshash biz ashunda xatar ba ahvolda yana biliq yeymiz, tomoq yeymiz, gelimizga turib qildi degan narsani bilib tursaqmi. Chunki u nima deganda 10 mingda 100 mingda bir bo'ldigan ishlar. Bolangiz uchunmi ba'zi faoliyatlarni qilsa cho'qim xatar kelib chiqishi mumkin. Ammo davomli kelib chiqamdi deganda undaq emas. Hamma bola shunday qilib kelib chiqamdi degan undaq emas. Minglagan, 10 minglagan bolalar harakat qilsa, mustaqil faoliyat qilsa